Hisobvaraq faktura O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga muvofiq uni taqdim etish majburiyatiga ega bo'lgan tovarlarni yoki xizmatlarni sotuvchi yoki yetkazib beruvchi tomonidan rasmiylashtiriladigan qat'iy belgilangan namunadagi tovarlar haqiqatda jo'natilganligini yoki xizmatlar ko'rsatilganligini va ularning qiymatini tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 47-moddasiga asosan tovarlarni yoki xizmatlarni realizatsiya qilishda yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar agar mazkur moddada boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, ushbu tovarlarni yoki xizmatlarni sotib oluvchilarga hisobvaraq fakturalarni taqdim etish shart. Hisobvaraq faktura qoida tariqasida elektron hisobvaraq fakturalarning axborot tizimida elektron shaklda rasmiylashtiriladi. Soliq kodeksining 88-257 moddalari hamda Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-avgustdagi 489-son qaroriga 2-ilova bilan tasdiqlangan hisobvaraq fakturalarning shakllari hamda ularni to'ldirish, taqdim etish va qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomda soliq bazasiga yoki ilgari yozib berilgan hisobvaraq fakturaga tuzatish kiritish tartibi belgilangan. Tovarlarni yoki xizmatlarni yetkazib beruvchi tomonidan quyidagi hollarda realizatsiya qilingan tovarlarning, xizmatlarning yetkazib berish qiymatiga uni ko'paytirishga yoki kamaytirishga qaratilgan tuzatish kiritilgan taqdirda ushbu tovarlarni, xizmatlarni oluvchi tomonidan tasdiqlanadigan qo'shimcha hisobvaraq faktura tuziladi. Tovarlar to'liq yoki qisman qaytarilganda, ko'rsatilgan xizmatlardan voz kechilganda, bitimlar shartlari o'zgarganda, shu jumladan jo'natilgan tovarlarning, ko'rsatilgan xizmatlarning narxi va soni o'zgarganda, tovarlarni yoki xizmatlarni sotuvchi tomonidan chegirmalar berilganda, avvalgi davrlar uchun elektron hisobvaraq fakturalar rasmiylashtirish qonunda belgilangan holatlar bo'yicha ruxsat etiladi. Nizomning 5-bobiga muvofiq tuzatilgan hisobvaraq faktura O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 88-moddasiga asosan da'vo qilish muddatlari davomida rasmiylashtiriladi. Tuzatilgan hisobvaraq faktura quyidagilarni o'z ichiga olishi lozim. Hisobvaraq faktura tuzatilgan ekanligi to'g'risidagi belgi, tuzatilgan hisobvaraq faktura tartib raqami va sanasi. Bunda tuzatilgan hisobvaraq fakturaning raqami va sanasi tuzatish kiritilayotgan ilgari rasmiylashtirilgan elektron hisobvaraq fakturaning raqami va sanasi bilan bir xil bo'ladi. Soliq to'lovchi tomonidan avvalgi davrlar uchun elektron hisobvaraq fakturalar rasmiylashtirish yoki rasmiylashtirilgan elektron hisobvaraq fakturaga tuzatish kiritish yuzasidan may3.soliq.uz shaxsiy kabinetining yuridik shaxslarga o'tgan davrlar uchun faktura yozish, tuzatish imkonini yaratish interaktiv xizmati orqali murojaat yuborish imkoniyati joriy qilingan. Tuzatilgan hisobvaraq faktura rasmiylashtirilishi natijasida avval taqdim etilgan soliq hisobotlariga o'zgartirish kiritilishi shart bo'lgan hollarda tuzatilgan hisobvaraq faktura tegishli bo'lgan soliq davri bo'yicha aniqlashtirilgan soliq hisobotlari taqdim etiladi.